Akalar, assalomu alaykum. Andijon avtomobil bozoridan Malibu Captiva'larda video syomkasini boshladik. Bu Malibu'miz 2013 birinchi pozitsiya ekan, akalar. Hop, ichki holatlarini ko'rsatamiz. Balon holatini bitta ko'rsatib qo'ysam. Balon holati o'rtacha. Xo'p, ichki holatlari. Chexoli, poliga ko'ri tashab qo'yilgan, 280 ming yurgan. Kraskasini hozir aytaman, akalar, so'kmaylar. Video rusma mexanika, tepada luklar yo'q. Mexanika bo'ladi bu mashina. Aka, kraskasi qanday buni? Kraska tozaga baraka qilaveramiz. Tozaga baraka qilaverasizlar ekan, akalar. Motor holatlarini ham ko'rsatib qo'y, akalar, sizlarga. Tozaga baraka qilaveramiz, deyapti. Tekshirtirib olaverasizlar, akana. Qiziquvchilar bo'lsa. Xo'p, pakalini propan shekilli. Propanmi aka, betanmi? Propan. 4-pakalini propan gazlari bilan bor ekan, akalar. Motorda rasxotlari yo'qmi aka? Hech qanaqa rasxot yo'q. Hadovoylari ham zo'r. Oh. Minsa bo'ldi ekan, akalar. Hadovoylari ham zo'r deb aytib o'tyapti. Orqa holatlar. Mana propan baloni. Zapaskalari ham tushmagan shekilli menimcha. Zapaskasi ham yaxshi. Aka, buni barakaga yaqinroq qilib narx aytsangiz. Siz ham qilamaysiz, oluvchi ham qilamaydi. 91-92 larga beraveramiz. 9100 9200 larga beraveramiz. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 602 602 02 02 09. 09. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqangiz ko'rasizlar ekan. Xo'p, tozaga baraka qilaverar ekan akamiz. Aloqangiz ko'rasizlar. Chiroyli holatdagi Malibu 1. Akalar, 2014-yilgi Dehqon akamizdan Captiva'ni ko'ringlarchi. Zavodskoy 3-pozitsiya ekan. Kraskalari qanday aka buni? Toza aka. Top-toza kraskasi. Hop, yaxshi. Motorda rasxotlari qanday? Rasxotlari yo'q. Xo'p, benzindami aka mashina? Mashina benzin ekan. Propan qo'yilib olinganmi? Propani reduktorini almashtirish kerak ekan. Reduktorini Motoriga tushmaygan. Ha. Xullas, propanda yurmaganmi mashina? Propanda yurganmiz, keyin o'stirib qo'yganmiz. Motori qiynalgandan keyin o'stirib qo'yganmiz. Benzinda 10 ta 11 ta rasxotda yuramiz aka biz. Benzinda 10 ta o'zimiz minib yuramiz aka mashinani. 2 yildan beri akalarimiz o'zlari minib yurar ekan, benzinda 10 ta 11 ta rasxot qilar ekan akalar. Shumkasi yo'qmi aka mashinani? Eshiklarida bor aka. Eshiklarida shumkalari bor ekan. Polilari qilingan ekan, chiroyli poli qilingan ekan, qimmatjo'l. Polik chexollari bor. Hop, yurganini ko'ra olmay qoldim. Avtomat korobka, tepada luklari bor. Propan baloni bor aka. Propan baloni mashinada. Mashinani tagida bor. Mashinani tagida propan balonlari bor. Reduktorini joylashtirib olsa bo'ldi, o'rnatib. Ha, reduktorini joylashtirib olsanglar bo'ldi. Xohlasanglar ustasini topib qildirib olsanglar bo'laveradi. Xohlasanglar bir yo'l motorni, haligi rasxot kam motorni o'rnatib olsanglar, Koreski magazinlarda ko'p bo'ladi. Koreyadan ko'p keladi. Masalan, holatdagi mashina Captiva akalar. Kraskalari toza. Balonlari ham yangi ekan, yaxshi balonlar ekan. Aka, buni barakaga yaqin qilib narx aytasiz. 12 ni teparog'ida beramiz aka. 12 ni teparog'ida. 13 kam bor deb turibmiz aka. 13 kam bor deb turibdi-kan, 12 ni teparog'ida gaplashasizlar ekan. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 88lik 88lik 990 0790. 0790. Jentrasi borlarga barter ham qilamiz. Kelishilgan holda. Jentrasi borlarga barter ham qilaverar ekan akalar. Kelishilgan hollarda. Mana shunaqa mashina. Mashina bozorda mashina kam, to'g'risi. Aka, dehqonchilikmi aka mashina? Tirishchilik. Akalar, 2015-yilgi Captiva'ni ko'ringlarchi. Zavodskoy 3 bu ham. Kraskalari top-toza ekan. Balon holatlari o'rtacha akalar. Yurgani qancha dedingiz aka? 141 ming.
Top toza, metani yo'q, propani yo'q, benzinda harakatlanadi. Metani yo'q, propani yo'q, benzinda harakatlangan mashina ekan. Jachroqli gapirib qo'ydingiz aka. Kuchli motor. Kuchli motor. Hop, motorlari yaxshi. Rasoti yo'q motorda. Rasxoti yo'q. Hop. Ikki balonni ham tortadi, Ha. ishlaydimi? Oldi orqasi? Ishlaydi. Ishlaydi. Rasxot nechta bo'lyapti aka bu? 15 tichatda 100 ga. 100 ga 15 ta ichar ekan aka. Bossanglar 25 ta ham ichaveradi, ha? Ha, boshqa 30 taga ichadi. Bossa 30 tagacha ichaveradi. Ko'ri tashab qo'yilgan, poliga yo'q, chexollarni zavodga holatda. Mashina benzinda ekan. Yurganlarni aytib o'tdik. Yuklari bor akalar. Sizlarga sihat salomatlik. Xo'p, shumkasi yo'q ekan, ha? Orqa holatlarini bir ko'ringlar. Aka, buni barakaga yaqin qilib narx aytib bering. Bitta obunachilar maza qilsin aka. 12800. 12700. 12700 ga berib yuboramiz. 12700 ga berib yuborar ekan. Xohlagan dokument ishlaydi. Xohlagan dokumentlar chiqarar ekan. Variantga ham kelishsanglar bo'ladimi? 2 oygacha. 2 oygacha variantga kelishsanglar bo'lar ekan. Devoga. Devga barter, dev mashinalarga barterga ham kelishaverasizlar ekan. Telefon nomeringiz? 93lik. 93lik 710 710 0293. 0293. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Orqa holatlarini ham ko'rsatib qo'yay. Eski sinalari ham. Eski silinalari ham mana ishlaydi akalar. Yaxshi, aka, charchamay bozoringiz bersin. Xo'p. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Jtaur keldi, Jtaur. Jtaur ham qiziqmi? Ha, paqillatadigan mashina kelib qopti-yu aka. Eshitdinglarmi akalar? Uzoqdan eshitilyapti, paqillayapti. Qaysi mashina ekan? Kecha Namanganga chiqqan mashinami? O, boshqa ekan. Paqillatadigan. Paqillatmay qo'ying, akalar. Videoga bittadan maksimalni like bosib qo'yinglar. Faqat hali like so'raganimdan bosmanglar-da, chin yuragidan bosinglar, kommentariyaga ham omad uka, rahmat deb qanaqadir tilaganlar bo'lsa ham yozib qoldiringlar. Qanaqa mashinalarni so'mka qilaylik ko'proq. Shuni ham yozib qoldiringlar. Faqat ko'ngillarni ochiq qiling. Ko'ngillarni kir qilmang. Akalar, assalomu alaykum. Yana bir bor 2013-yilgi kraskalar top-toza, zavodskoy 3-pozitsiya. Captiva'ni ham ko'ringlarchi, zavodskoy 3lardan ko'proq sempka qildim. Kraskalari radnoy ekan. Xo'p, Hoji tog'a yurgani qancha buni? 155 ming. Mashina benzindami? Benzinda, gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. 155 ming. Haloli 155 ming tog'a. Pokizdan nihoyatdagilar. Korobka, hadov o'lchashlar nihoyatda yaxshi. Korobka, hadov o'lchashlar nihoyatda yaxshi deb aytib o'tyapti akalar. Xo'p. Oldi ham orqasi ham yaxshi tortadi, moslarda dosh yo'q, ha? O'ta zo'r. Nechta rasxod qiladi benzinda, aka? 12 taga borsa kerak. 12 ta atrofida, 6 portion. 6 portion. Bossinglar bir 25 ta 30 ta ham yoradi bu. Ha? Bossi ketaveradi. Xo'p. Dalni yo'lga ekonom qiladi-yu. Yo'q, danni hali gazni qattiq bosib vangillatib yursa deyman-da. Qaytadan qiladi, ekonom yo'li. Xo'p, O'zini energiyasi chiqadigan. yaxshi. Tog'a, buni endi bizning kanalda nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqinroq qilib narx ayting. O'zingiz ham qiylanmang, oluvchi ham qiylanmas. 12 deyapman, 12 dan o'tib beramiz, xudo xohlasa. Bo'ldi. 11.5 ga bermadim, ozgina qo'shsa berib yuboraman. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99lik 99lik 493 493 54 54 96. Shaharning mashinasi. Shaharning mashinasi. Generalga ham chiqaveradi. Generalni ham chiqaveradi ekan kelar. Variantgachi? Yo'q, naqd pulga sotamiz. Naqd pulga sotamiz, xudo xohlasa. Naqd pulga sotilar ekan kelar. Bankka sotmaylik aka, naqd pulga sotaveraylik. Ko'pchilik 1-2 ming yetmasa ham bankka olaman to'g'ri Generalni chiqqandan hamma hujjat to'ladi deganda ekan. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Akalar 2015-yilgi Captiva'ni ko'ringlarchi. Zavodskoy 3-pozitsiya. 100 ming yurgan dedingiz-a?
100 ming yurgan. Mana qilib chiroyli diskalar qo'yib qo'yilgan, balonlari yangi ekan. Xo'p, kraskalari qanday aka buni? Kraskalari top-toza ekan. Xo'p, chexollari qo'yilgan ekan, ustidan chexollar qo'yilgan ekan, polikori tashab qo'yilgan. 100 ming yurganini aytib o'tdik. Tepada luklari bor. Aquaprint qilingan ekan akalar, chiroyli. Shunkalari yo'q. Xo'p, motor holatlari shunaqa akalar. Motorlari ham zo'r aka. Motorlari zo'r, rasxoti yo'q. Xo'p, mashina benzinda aka? Mashina benzinda. Orqa holatlari zavodskiy 3-pozitsiya. Xo'p, chiroyli holatda turibdi akalar. Asnaqa akalar chin dildan, chin yurakdan bittadan like bosib qo'yasizlar. Aka, bizning kanalning nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqin narx aytsangiz, sotilishi yaxshi bo'ladi. 14 ming deyapmiz aka. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz? 97lik 97lik 837 0090. Xo'p, shu raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Xo'p. Akalar 2017-yilgi Captiva'ni ko'ringlarchi, kraskalari top-toza ekan. Hop, zavodskiy 4-pozitsiya. Hop, balon holatlari ham yaxshi ekan. Kapoti yopiq ekan. Kraskalari toza. Mashina benzindami aka? Mashina benzinda ekan. Hop, ekonomik motor. 204 dan akalar. Motorlari yaxshi aka, rasxotlari yo'q. Yaxshi. Ichki holatlar akalar. Zavodskiy chexoli poliga 3D kori tashab qo'yilgan. Yurganini qancha dedingiz aka? Yurganini 67 ming. 67 ming. Juda ham kam yurgan Captiva akalar. Kimgadir qiziq bo'lsa, nomerni aytamiz, narxi bilan aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hamma yo'q chiroyli holatda. Yurgani juda ham kam ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, обязательно tekshirtirib olasizlar mashinani. Hurmatli obunachilar, kraskalarini, yurgan probegini. Xo'p, aka, bizning kanalning nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqinroq narx aytsangiz, siz ham 18 mingga beramiz. 18 ming. Bo'lishimi 18 ming? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91lik. Variantga chiqami aka? Yo'q. Naqd puli. Faqat naqd puli. 91lik 601 601 61 61 77. 77. Aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Chiroyli holatdagi Captiva 4, zavodskiy 4-pozitsiya.